Aprel oyida tug'ilgan insonlar bahorning eng go'zal faslida dunyoga kelganliklari uchun ularning qalbi ham bahordek iliq, yorqin va quvonchlarga boy bo'ladi. Ular hayotga muhabbat bilan qaraydigan, doim oldinga intiladigan va atrofdagilarga ilhom bera oladigan kishilardir. Bu uyda tug'ilgan insonlar odatda jasur, qat'iyatli va kuchli xarakterli bo'lishadi. Ular maqsad qo'ysa, unga erishmaguncha tinmay harakat qiladi. Qiyinchiliklar ularni to'xtata olmaydi, aksincha yanada kuchli bo'lishga undaydi. Aprel oyida tug'ilgan insonlar ochiq ko'ngil, samimiy va mehribon bo'lishadi. Ular yaqinlariga sadoqatli, do'stlariga esa ishonchli tayanchdir. Ularning qalbida doim ezgulik va yaxshilikka intilish bor. Shuningdek, ular energiya va shijoatga boy insonlar hisoblanadi. Qayerda bo'lishmasin, u yerga quvonch, harakat va iliq muhit olib kiradi. Ko'pincha jamoada yetakchi bo'lib, boshqalarga ham motivatsiya bera oladi. Xulosa qilib aytganda, aprel oyida tug'ilgan insonlar qalbi pok, niyati toza, jasur va hayotni sevib yashaydigan insonlardir. Ular bor joyda doim quvonch, mehr va samimiyat hukm suradi.